Ko'pchilik meni sportchi deb bilishadi. Aslida sport bu meni hobbilarimdan biridir. Men Farhod Fulqatov, O'zbekistonda birinchi 1 yilda 5 ta Ironman o'tgan odamman. Lekin hayotim faqat sport bilan cheklanib qolmagan. Men Deepen startapini asoschisiman. Deepen bu barcha sport zallariga tizimlashtirilgan, raqamlashtirilgan dastur bo'lib, Deepenwell ilovasi esa barcha odamlarni aktiv va faol hayotga jalb qiladigan ilovadir. O'zim 20 yildan ortiq chet ellarda yashaganman. Angliya va AQShda IT sohasida tajribamni orttirganman. Fitness va IT sohasida bir nechta startaplar ustida ishlaganman. Vaholanki O'zbekistonga OneFit startapini ham olib kirganman. O'zimni oliy missiyalarimdan biri O'zbekistondagi ko'p odamlarni sportga va sog'lom hayotga olib kirish. Shuning uchun o'z sahifamda sportga, ITga va biznesga oid ma'lumotlar bilan, tajribalarim bilan bo'lishib boraman. Hoziroq sahifamga obuna bo'ling va kuzatib boring.